هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Müminun tefsiri 76. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Müminun suresi 76. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulanı biz hakikaten azap yani qahatçilik bilen cezaladık. Ula Rabbige boysunmadı. İltica kılıp dua mı kılmadı? Ta ki ulağa qattiq azapның darvozasini ochgan chig'imizda nagahan ula ümidsizlanib ketadi. Allah sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyat oz shukr qilasizlar. Allah sizlarni zimindan nasllantirish yo'li bilan yaratdi. Hesap berish uchun uning dargohiga yig'ilsizlar. Allah ölükni terildirdi. Terikning jinini aladi. Kech kunduzning o'zgarib turishi Allohning boshqarishidir. Tushunmamsizlar? Ular Allohning qudratini o'ylab ko'rmadi. Balki ular burun qila nima degan bo'lsa shuni dedi. Ular aytdi: biz o'lib to'piga va o'lib ketgan so'ngaki aylangandan keyin çokum qaytı terilemdik. Hakikaten biz ve bizning ata bobolarimiz ilgari mushundaq agahlandırılgan idik. Bu faqat qadimkilardan qolgan afsonalardir. Ularni biz hakikaten azap yani qahatchilik bilan jazoladik. Yani biz ularni musibetler ve qahatchiliklar bilan sınadık. Ular Rabbiga boysunmadı. İltica qilib dua mı qilmadi? Yani bu iş ularni kafirliklerinden ve karşılık gözetishlerinden yandıralmadı. Ular azgınlıklarda ve gumrahlıklarda davamlaşıverdi. İbn Ebu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ebu Sufyan Peygamber aleyhisselamның qishig'i kelib: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men senden Allah Teala'nın nami ve urug' tuqqanchiligimizning hurmati bilan o'tinib so'ray. Biz qahatchilikdan yung bilan qonni yedik" dedi. Shuning bilan Allah Teala bu ayetini düşürdü. Ulanı biz hakikaten azap yani qahatchilik bilan jazoladik. Ular Rabbiga boysunmadı. İltica qilib dua mı qilmadi? Bu hadisni İmam Nesai rivayet qildi. İmam Buxoriy ve Müslimning rivayet qilishicha Qurayshliklar Peygamber aleyhisselamga bek osiylik qilib ketgan bir vaqtda Peygamber aleyhisselam ularga beddua qilib: "Ey Allah, ularning 7 yilini Yusufning 7 yilidek qahatchilik qilib o'tish bilan ularga qarshi menga yordam bergan" deb tilagan. Shuning bilan Abu Sufyan Peygamber aleyhisselamning qishig'i kelib yuqoridagi hadisda bayon qilingan so'zlarni qilgan. Ta
Taki ularga qattiq azobning darvozasi ochgan chig'imizda, taki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chig'imizda nagahan ular ümidsizlanib ketadi. Ya'ni ular taki ularga Alloh taolaning ularni azoblashga bo'lgan buyruqi qiyomat tuyuqsiz kelgan va ularni Alloh taolaning ular o'ylab bakmagan azobi tutgan vaqtida hamma yaxshiliklardan va rohat farog'atdan ümidsizlanadi. Ularning arzu armonlari kesilib ketadi. Alloh taolaning ne'matlarini ve kat kudretini esiltiş. Allah sizler için kulaklarını, közlerini ve dıllarını yarattı. Yani Allah Teala bu ayette bendilerge kulaklarını, közlerini ve dıllarını kılıp bergenligi bilen ulağı bergen nimetini esiltidi. Bular bolsa bir narsalarni o'ylash, tushunish ve bilishning qurollarıdır. İnsan bular bilen Allah Teala'nın kainatdaki barlığı, birligi ve onun xalıganını kılıdığan zat ikenlikini bildirdiğen mucizeler bilen ibaret, mucizeler bilen ibret alıdı. Sizler nihayeti az şükür kılsılar. Yani Allah Teala'nın sizlerge bergen nimetleri üçün sizlerinin Allah Teala'ya şükür kılışınla nemi degen az? Allah sizlerini zımında nesillendiriş yolu bilen yarattı. Hesap veriş için onun dergahına yığılısılar. Allah Teala bu ayette özünün yer şarıda türü, tili ve süpetleri okşaş bulmayan insanların yaratkan andın kıyamet günü burun ve kiyin ötkenleri bolsun, kiçik yoki çoğ er yoki ayal, yuqori yoki töven mertebeli kişilerden birini mi koymay, ularni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsa, shu holatida asliga qaytirib, hammasini ma'lum bir kunning bir vaqtida bir yerga to'playdigan qudratining borligidan xabar berdi. Subhanallah, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Allah ölükni terildirdi. Terikning jinini aldı. Yani Allah Teala çirip ketken so'ngaklarni, yani ölüklerini terildirdi ve teriklerinin jinini aldı. Keç gündüzning özgürüp duruşu Allah'ның başqurışıdır. Yani keç gündüz Allah Teala'nın buyruğuna boysunudu. Ularning biri yana birini qo'g'laydi. Ular davomli o'rin almashtirib turdi. U ikkisining oraliqiga boshqa birisi kirib olmaydi. Allah Teala bu haqda mundaq dedi. Kunning oyga yetib elishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan gündüzün o'rnini elishi mumkin emas. Her biri pelekte üzüp turdu. Düşünmemsizlar, yani sizlarni hamma narsalarni bo'ysundurgan, hamma narsadan ustun ve hamma narsalarni baş egdirgan, barliq narsalarni bilguchi aziz bo'lgan Allah Teala tarafiga başlaydigan aqlinglar yo'qmi? Müşriklarning o'lgandan keyin terilishni yiroq deb qaraydiganlik. Allah Teala o'lgandan keyin terilishni o'zlaridan ilgari o'tgan kishilar inkor qilgandek inkor qilguvchilardan xabar berib mundaq dedi. Ular Allah'ның kudretini o'ylab ko'midi. Belki ular burunqilar nima degan bo'lsa shuni dedi. Ular aytdi: biz o'lib to'piga va uğulup ketgan so'ngaklarga aylangandan keyin cho'qim qayta terilamdik. Ya'ni ular jasadlari chirib ketib bo'lgandan keyin
qayta terilishni yiroq deb qaraydi. Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundaq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadimkilardan qolgan afsonalardir. Ya'ni qayta terilish mumkin emas. Faqat burunqilarning kitoblarini va ularning o'xshamagan qarashlarini o'qigan kishilarga qayta terilishdan xabar berdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Teala ularning qayta terilishni inkor qilganliklarini bayon qilib mundaq dedi. U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi? Ular aytdi. Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni o'lgandan keyin terilish ziyonli qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin teriladigan bo'lsak, devzaq ahli bo'ladiganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz. Bir sayha, ya'ni İsrafilning surchilishi bilanla ular, ya'ni jami xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. İnsan bilmamdi-ki, biz haqiqatan uni obi manidan yaratdik. Endi u Rabbiga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta terilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa unutdi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim terildiradi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot terildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Aytqinki, zamin va uningdagi maxluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allohning deydi. Buningdan pand nasihat olmamsizlar? Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arshning Rabbi kim? Ular Alloh deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Alloh deydi. Aytqinki, sizlar qandaqmi qaymoqtirlisizlar? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni ilib keldik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Müşriklarning Allah Teala'nın Rabb ekanligini e'tirof qiladiganligi, shundaq turuqliq ularni Allah Teala'nın ilohlik sifatini e'tirof qilishga qistaganligi. Shundaq turuqliq ularni Allah Teala'nın ilohlik sifatini e'tirof qilishga qistaganligi. Allah Teala bu yerda özünün bir ekanligini ve mahluqatlarni yaratish, boshqarish ve igidorchilik qilish ishlarida özünün hech qanday shirik yo'qligini isbotlaydi. Bunda qilishi bandalarga o'zidan boshqa bir ilohning yo'qligini ve ibodatning o'ziga qilinishning loyiq ekanligini bildirib qo'yish uchundir. Shuning uchun Allah Teala payg'ambari Muhammad alayhissalomni Allah Teala'nın Rablik sübtini e'tirof qilib, bu sübtiga shirik keltirmaydigan, lekin Allah Teala'nın ilohlik sübtiga shirik keltirib ibodat qilgan yolg'on ilohlarining kichikkinami bir narsani yarata olmaydiganligini va bir narsaga ega bo'la olmaydiganligini e'tirof qilib turib, balki u ilohlarning özlerini Allah Teala'ga yaqinlashtirdi deb gumon qilib, Allah Teala'ga boshqa yolg'on ilohlarni qo'shib ibodat qilgan mushriklarga mundaq deyishga buyurdi. Aytqinki, zamin va uningdagi maxluqotlar kimning?
Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ya'ni zaminni va uning ustidagi hayvonlar, o'simliklar, meyvelar va ulardan boshqa mahluqotlarni yaratib, ularga ega bo'lib turg'uchi kim? Ular Allohning deydi. Ya'ni ular bularning hammasining egisining shirki yo'q bir Alloh ekanligini e'tirof qilishidi. Buningdan pand nasihat olmamsizlar? Ya'ni undaq bo'lgan ekan, ibodat hamma narsalarni yaratgan va ularni oziqlantirib turadigan Alloh taologa loyiq bo'ladi. Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arshning Rabbi kim? Ya'ni üstün alemlerini, onun içindeki nurluk yıldızlarını ve qayerda bo'lsin o'ziga bo'ysunuvchi farishtalarni yaratgan zot ve katta arshning Rabbi kim? Allah Teala bu yerde arshning katta ekanligini ve bu surenin ayığıda onun ulug' ekanligini bayon qilish bilan arshning keng, egiz ve chiroyli ekanligini bildirdi. Şunun için bazı kişiler arsh qizil yaqutdandir dedi. İbn Mas'ud Rabbimizning qishida kecha yoki kunduz bo'lmaydi. Arshining nuri uning nuridandir dedi. Ular Allah deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Yani sizlar Allah Teala'nın, osmonlarning ve katta arshning Rabbi ekanligini e'tirof qiladigan bo'lsanglar, uningga boshqa birisini qo'shib ibodat qilganliginglar ve uningga shirk keltirganliginglar uchun uning sizlarni jazolashidan ve azoblashidan qo'rqmamsizlar? Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? Yani hamma narsalar Allah Teala'nın qolududur. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah'ın boshqarishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Yani Allah Teala maxluqatlarda xoliganni qilguchidir. Barliq maxluqatlarni boshqarish Allah Teala'nın qo'lida bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhisalom kishilarga bir narsa to'g'riliq bergan javobida mundaq dedi. Yo'q, undaq emas. Jinim ilkida bo'lgan zot Allah Teala'nın namı bilen qasam qilman ki Peygamber aleyhisselam chin qasam qilmoqchi bo'lganda mundaq dedi. Yo'q, undaq emas. Dillarni o'zgartib turg'uchi zot Allah Teala'nın namı bilen qasam qilman ki barliq kamchiliklardan pok bo'lgan Allah Teala hammani yaratquchi, hammaga ega bo'lguchi va xoliqini qilguchi zotdir. İltica qilganlarga panoh bo'la oladigan ve onunğa qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Arablar ichidagi xo'jayinlardan biri biror kishiga panohlik bersa, u kishi u xo'jayinning panohligida qilib kelib qoladi. Hatta u xo'jayinni e'tiborga olmagadek bo'lib qolmasligi uchun ikinci bir adam kelip u kişini öz panohligiga almaydi. Alolmaydi. Şuna Allah Teala mundaq dedi. İltica qilguvchilarga panoh bo'la oladigan ve onunğa qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Yani Allah Teala xo'jalarning xo'jasidir. Yaratish ve hüküm chiqarish uning qo'lidadir. Uning hukmiga hiç kişi karşı duralmaydı ve karşılık bildirenmeydi. Onun halıgını buludu, halımığını bulmaydı. La ilahe illallah. Allah Teala özünün kılmışlarından soralmaydıgan zat. İkenliki doğrusu da mundaq dedi. Allah'ın kılganlarından sual sorak kılınmaydı. Uladın sual sorak kılındı. Yani Allah Teala katta, çoğun, g'olib, hamma narsani tizginlab turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchi va adil zot bo'lganligi uchun o'zining nima qilganliklaridan savol so'roq qilinmaydi.
Ammo barliq mahluqotlar bo'lsa, hamma qilmishlaridan savol so'roq qilindi. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Rabbingning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Ular Alloh deydi. Ya'ni ular iltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan katta xo'jayinning hech qanday shirki bo'lmagan Alloh taolo ekanligini e'tirof qilishadi. Aytqinki, sizlar qandaqmi qaymoqtirilsizlar. Ya'ni sizlar shuni e'tirof qilgan ekansizlar va Alloh taoloning shundaq zot ekanligini bilgandan keyin uningga qiladigan ibodatga boshqa birisini qo'shib qilishinglarni aqlinglar qandaqmi qabul qildi? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni elib keldik. Ya'ni biz Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'qligini bildirdik. Uning shundaq ekanligiga to'g'ri, ochiq va keskin faktlarni turg'izdik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Ya'ni ularning Alloh taolaga qo'shib boshqa birisiga ibodat qilishlarida ularning hech qanday bir paketi yo'qdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Kimki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladigan Robbining dargohida hisob beradi. Kafirlar haqiqatan nijot topmaydi. Ya'ni mushriklar Alloh taoladan boshqa birisiga ibodat qilishni o'zlarini shu azg'inlikqa boshlab apiradigan bir asosga tayinib turib qilmaydi. Balki ular bu ishni faqat o'zlarining nodon ota-bobolariga ergishib qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Alhamdulillah, Alloh shukürler bo'lsin. Yuqorida Mu'minun suresi tafsiridan 90-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.